Charchamayapsizmi? Bolasi buqasidan, molni go'zalidan so'raganlarga. Nechinchi bola bu Hoji tog'a? Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga ko'rayotgan bo'lsalar, nechtasi bu Hoji tog'a? 16 ta sutga xudo xolasa. Oyog'idan baraka. Arqoldi keti joyda. Mol qilsa arziydigan, bo'g'oz qilib tug'diradigan. Molni zo'ridan inshaalloh. Oyog'idan baraka topadi. Molni ko'ringlarchi. Necha puldan bo'ldi aka bu? Yasash. Ha. Bo'ldi. Necha kilo chiqdi aka? 770 kilo chiqdi. Angus novosimiz ko'ringlarchi. Shu novosimiz tanozda 770 kilo chiqdi. Ko'rganlar mana. Qo'ydi gulidan. Zo'ridan so'raganlarga aka narxi necha puldan ekan bulardi? 1,5 mingdan deyapti. 1,5 mingdan zotga holatini ko'ringlarchi. Necha pul so'rashdi aka buni? 1000dan qildi. Mingdan so'rashyapti. So'z qilyapti. Assalomu alaykum qadrdonlar, uzoq va yaqindan kuzatuvchilar, qo'shni savdo obunachilari. Yazon bozoriga kelamiz, qo'ldan kelsa chorramonlarimiz narxlarini tanishtirishni boshladik. Bolasi nima ekan? Bolasi xonajanadan. Molimiz qola qorasidan, chiroyligidan. Bolasini ko'ramiz. Hoji aka necha pul beryapsiz? 5 pulga sotildi? 35 millionga sotildi. O'zayimiz holasi hamma yo'q joyida. Hoji akam savdo qilib oldi. Bolasi xonajanadan. Necha litr suti bor aka? Necha litr suti? 8 ta 14 kelgan bolasi xonajanadan. Ko'rayotgan bo'lsalar, necha pul savdo ko'ryapti? 38 yarim. 38 yarim. Qonida ham bor. Ko'ringlarchi, qonida 5 oyli ham bor ekan, yonida bolasi ham bor ekan. Mana shu Hoji tog'amiz savdo qilyapti ekan. Molni holatini ko'ringlar, qadrdonlar. Maqtovga arziydigan molimiz, hosili ham 8 ta 10 ta sut kelgan, xudo xolasa. Qonida ham 5 oyli bo'lib qolganidan, yonida bolasi ham katta bo'lib qolibdi, xudo xolasa. Sho'ra molimiz yoqqan bo'lsa, sigirimiz, akamiz telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aka nechilik? 90lik. 536 55 91. Akamiz telefon nomerlarini qo'yib qo'ydik, murojaat qilib savdolashib olaveramiz. Metal molimizni bolasini olsa necha oylik aka bu? Bolasi 2 oylik. Nechta suti bor? 10 litr sutga bolasi 2 oylik ekan. Savdo ko'rdim aka bu? Savdo ko'ryapmi? Quyida qadrdonlar, molimizni bo'ylari 1.45 1.50 atrofida. Mol bo'y bastini ko'ringlar, oyog'idan baraka topadi. Savdo ketyapti ekan. Molni holati go'zal, xudo xolasa, oyog'idan baraka topadi yonidan ekan. Shu molimizni savdosi 53 millionga boryapti ekan. Akamiz savdo qilyapti. Ko'rayotgan bo'lsalar, barakasi ketyapti 53 millionga. Hoji tog'a bolasi nima ekan? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bolasi buqasidan, molni go'zalidan so'raganlarga. Nechinchi bola bu Hoji tog'a? Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga ko'rayotgan bo'lsalar, nechtasi bu Hoji tog'a? 16 ta sutga, xudo xolasa. Oyog'idan baraka topadigandan. Hoji tog'a necha pul savdo ko'rdi? Hali so'rashgan yo'q. Necha pul aytyapsiz? 65. 65 million kami bor ekan. O'zayda holatini ko'ringlar, xudo xolasa. Oyog'idan mazza qilib baraka topib baqadigan bolaga, xudo xolasa 1 yil baqsa onasini tekinga tashlab berib ketadi, xudo xolasa. Sut ko'pidan ekan.
Ko'ringlar. Nima deysizlar? Arqa oldida mana chirog'ini ko'rsatdi. Bo'ylari baxtli chiroyligini. Aka bolasi nima ekan? 2,5 qilyapti. Bolasi xonajimi novochami? Bolasi xonaj. Nechta suti bor? 15 ta suti deyapti, 10 ta sinashga ekan, xudo xolasa. Savdo ko'ryaptimi aka? Nech pulga? 32,5. Mana akamiz savdo qilyapti ekan 32,5 millionga. Bolasi xonajida. Nechinchi tug'ishga bu? Ikkinchi tug'ishga. 15 ta sut ekan, 10 ta sinashga beramiz deyapti. Bo'ylari 120, 125 ekan. Mana shu akamiz savdo qilyapti. Molimiz oxiri baraka bo'lib, Bash akamiz oldilar 33 millionga sotildi. Bolasi xonajinidan 15 ta sutga. Detalab bering-chi, ketda ko'raylik-chi. Olgan odam barakasini bersin. 33 millionga sotildi. 33 millionga sotildi. Sho'rash qozlari ko'pidan, bolasi xonajinidan molimiz 33 millionga sotildi. Savdosi nechta pulga bordi? 36 million. 36 bolasi novoch-a? Birinchi tug'ishga bolasi novoch. 36 million. Lekin masalan 36 millionga boradi. Bo'ldi. Barakasini bersa aka. Qo'shtog'ani nima qiynayapsizlar qo'shtog'ani? Qo'shtog'a bolasi nima ekan? Bolasi xonasi. Nechta suti bor? 15 ta sutga bolasi xonasidan ko'ringlarchi. Bolasini holatini ko'ringlar, xudo xolasa. Necha kunlik bolasi qo'shtog'a? 10 kunlik bo'ldi. Bir hafta 10 kunlik ekan, bolasi 15 ta sutga ekan. Uchinchi qorimi, ikkinchi qorimi bu? Bu birinchisi bu. Birinchisimi? Bitta shoxdonligi bor ekan, lekin birinchisi ekan. Xudo xolasa 15 ta sutga ekan. Qo'shtog'a nech pulga bermaysiz? 32 million 500 mingga bermayapti ekan. Bolasi xonajinidan birinchi tug'ishga 15 ta sutga. Qo'shtog'a telefon nomer beraylik qiziqqanlarga. Nechilik? 95. 95lik. 551 551 37 73. 37 73 Hoji tog'amizga savdolashib, barakalashib olaveramiz. Hoji tog'a bozoringizni bersin. Bolasi nima ekan Hoji tog'a buni? Bolasi xonajin. Nechta sutga beramiz buni? 6-7 litrga qo'yib beriladigan sigirimiz. O'zimiz jaydari chiroyli mollarimiz ola qorasidan. Bolasini ko'ringlar. Bir oylikmi 15 kunlikmi tog'a bu? Ha, 20 kun. 20 kunlik xudo xolasa o'zayimiz. Savdosi nech pulga bor Hoji tog'a? 30 million 500 ming savdo ko'ribdi ekan. Tutalang qo'ylar, oqinglar oqtoydan xudo xolasa 6-7 litrlik xudo xolasa. 30 million 500 mingga bermayapti ekan shu molimizda. Bo'ylari 120, 125 atrofida. Hoji tog'a telefon nomer qolib ketaylikmi qiziqqanlarga? Nechilik? 007 39. Qadrdonlar telefon nomerlarini qo'yib qo'ydik. Telefonlashib, savdolashib olamiz. Hoji tog'a bozoringizni bersin. Bolasi novosidan katta o'p qo'ygan. Xudo xolasa ko'ringlarchi. Baqishga tayyoridan. Nech pulga bordi aka bu? Rossiyskiy. 45 million kami bor. 45 million kami bor. Nechta sutga? 10 ta sutga ko'pga, xudo xolasa sinashga beraveramiz. Molimizni bo'yi 125, 130 atrofida. E'tiboshi o'rtacha, xudo xolasa bolasiga bergan ekan mehrni, lekin suti yo'qligi, joylidaligini evaziga bolasini ko'ringlar, karobgacha. Ayiqqa o'xshab chiroyli bo'lib qolibdi ekan. Akamizni taniganlar bo'lsa, sinashga ham qo'qmay beraveramiz, deyapti. Suti ham 10 taga, cho'chimasdan beraveradi ekan. Aka, telefon nomerli. 95lik. 95lik 664 664 55 85. 55 85. Aka buni sinashga beraveramiz, ha? Vodiy bo'ylab dastlabki ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa kelishilgan holda. Akamizni ko'rgan bo'lsa, nech pul ko'rdi savdosi aka? Nech pul savdo ko'rdi o'zi? 40 million ko'ribdi ekan, reani bo'lakani. Savdolashib, barakalashib olaveramiz. Aka bozoringizni bersin.
oy, 5 oy, oldi 6 oyga. Akamizdan chiroyli bo'g'ozlar qatoriga keldik mana. Ko'ringlarchi. Arqoldi keti joyda mol qilsa arziydigan, bo'g'oz qilib tug'diradigan molni zo'ridan inshaalloh. Oyga odam baraka topadi. Molni ko'ringlarchi. 5 bosh bo'g'ozlar qatorida turibmiz, xudo xolasa. Hoji aka bular narxi nechi puldan? Bu qizillarda 42 qilyapmiz. Yapamiz, onlarda 45. Bularda 42 kam bor, bularda 45 kam bor, ha? 4 oyli, 5 oyli bulardi. Bo'g'oz ishqibozlari, ko'rakkan bo'lsalari, eti yuqori. Tanijoni yeb ichish joyda bo'g'ozlar qatorida turibmiz, hoji akamizdan. Xudo xolasa narxlarni 42 kam bor, bir juplarini, bularni 45 dan kami bor ekan. Olganlarimizga xudo xolasa vodiy bo'ylab dasturxon qilib beraveramizmi hoji aka? Hoji aka telefon nomerlarini qolgizamizmi qiziqqanlarga? Mayli. Nechi yil hoji aka? 88lik, 88lik 664, 664 84, 84. 84 hoji akamizga bemalol telefon qo'yib, savdolashib, barakalashib olaveramiz. Aka, bozoringizni bersin. Toros tomonga o'tyapmiz, qadrdonlar. Nechi puldan tushdi bular? Arqonni qo'yib qo'ying. Necha kilo keldi? Necha kilo chiqdi aka? Dedim. Sinovgami? Ketdi sotib. Necha puldan ketdi aka? 66. Necha kilo chiqdi? Qadrdonlar ko'ringlarcha 450 kilomi? 450 necha kilo ham chiqdi ekan? Tiri vaznga sotilibdi mana. Navoz holatini ko'ringlar. Xudo xolasa Tarozda to'xtashlar yo'q, xudo xolasa. Ha. Necha puldan bo'ldi aka bu? Yasash. Ha, ha. Shuni olasiz 535 kilo chiqdi qadrdonlar. Ye. Hojiga necha kilo chiqdi? Chiqin 400. Ozgina ekan, 400 kilo ekan, ko'rayotgan bo'lsalaring. Akamiz o'zlari sinovga tortib ko'ryaptilar. Sotish xizmatim aytdi, yozuvimda kelaverasizlar 10 mingdan. Pulga bordi aka bu? Novosimiz holatini ko'ringlar. Reani bo'lagan savdosi 23 millionga so'rashyapti ekan. Aka bu savdosi necha pulga bordi? 21,5 millionga. Ko'ringlarchi, uyda namoz o'qigan akalarimiz savdosi 21 bo'lib ekan. Bermayapti ekan. Savdosi necha pulga bordi? Assalomu alaykum. Savdosi 22. Ko'rayotgan bo'lsalar, Navosimiz savdosi 22 millionga borib ekan. Molimiz rosa baqu holatda, tayyor holatda. Necha pulga bordi uka bu?
32 million so'rashdimi? Mollarimizni bo'yi 1.45 atrofida xolasa olgan odam. Holatini ko'ringlar-chi. Muomalades. Odamni yo'q qo'ryapti. Bo'yi basti. Bu molimizni taroziga 53 mingdan so'rashdi, egasi 55 mingdan olaveringlar deb narx aytibdi ekan, xudo xolasa. Trevazinga 55 dan tortib olishga olaveringlar deyapti akamiz, hozir savdoga ketyapti. Kichik qonli borligi narx pastroq ketyapti trevazinga. Necha kilo chiqdi uka? Sotildimi? Kilo chiqdi aka? Olindimi aka bu? Necha puldan bo'ldi? 29 million chiqdi. Pullar ko'payib ketibdi. Malades, omadlaringni bersin. Anjoni sog' bo'lsin. Rahmat aka. Hop. Qiling shuni. Hojdog'a necha pul berdingiz? 22,5. Ba 23 berma deyapti o'zi. U savdo yo'q endi. Yo'q savdo. Borini hal qiling mana naqini. Yo'q, Naqiga gaplashing, mana hojdog'a mana baraka qilyapti. 100 o'tib berasizmi deyman, 24 ga aytdim deyman. Bering hojdog'aga. Barakani. Sanchini bilan. Bor baraka. Shu molimizning 22,5 million so'rashyapti. Haligidan 23 million so'rashyapti. O'ta hojdog'amiz kelib boshqatdan savdo qilib 22,5 million beryapti. Molni holatdan ko'ringlar. Hojdog'aga bering. Endi chiqarib yubormay. Qo'shtepa savdoga chiqaraman. Chorvani o'zini chiqaraman, cho'chimay. Bering. Hammaga ma'qullagan. Qo'l 22,5. Bor baraka. Men salamat chiqdi. Baraka bo'ldimi? Hojdog'a siltib savdo qilasiz shekilli. Aka ko'p orada qilmadi. Gapirib bu narsani. Ovozimiz holatini ko'ringlar. Aka 100 ming qo'shib bering shu akaga. Qo'shib bering. Hop puli ko'pmi deb yo'lga qo'shyapti. Mayli, shu bo'lyapti. Pulni qolmadi. Nomi yo'q. Qo'shib bering. Necha kilo chiqdi aka? 770 kilo chiqdi. Angus novosimiz ko'ringlarchi. Shu novosimiz tarozda 770 kilo chiqdi. Ko'rganlar mana baho beraveramiz. Necha puldan qo'yilyapti? 64 ming. 64 dan qo'yilyaptimi aka? Ha. Novosimiz 64 mingdan qo'yilyapti. Kilosini Allohning barakasini bersin. Necha kilo chiqdi aka? 4 kilo. 600 mi? Bozordan chiqib olib qo'ying. 4 chiqdimi ekan? Necha kilo keldi? Akamizdan bir jup qo'yimiz, xudo xolasa, ko'ringlarchi. Qo'yni gulidan. Zo'ridan so'raganlarga aka narxi necha puldan ekan bulardi? 1,5 mingdan deyapti. 1,5 mingdan zotga holatini ko'ringlarchi. Necha pul so'rashdi aka buni? 1000dan qilyapti. 1000dan so'rashyapti. Xudo xolasa, akamizning qo'ylari kimgadir yoqqan bo'lsa, akamiz telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Huquqiy telefon qilib savdolashib beraman mana. Ko'ringlarchi. Ikkishdan. Mana. Qadrdonlar, hojati yo'q aka, ko'rding mana xudo xolasa yoshidan. Aka telefon nomerlarini beraylik. 91lik. 91lik 131 131 30 90. 30-90. Aka o'zi bu qo'ydi maddi xaridori o'zi boshqacha bo'ladi, alohida bo'ladi. Maqtovni keragi yo'q. Maqtov o'zi bilan ekan, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadi.
Aka buni vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraveramizmi? Akamiz telefon nomerini qolgizib qo'ydik. Akamizga murojaat qilib, savdolashib olaveramiz. Aka barakasini bersin. Savdosi nech pulga boryapti aka bularda? Jupiga 18 million 200. Qo'shqonlarimiz ko'ringlarchi. 18 million 200 mingga boryapti ekan savdosi. Aka bunisi nech pulga boryapti? 8 million 700 ming so'rashyapti ekan. Qo'shqonlarimizga ko'ra baho beraveramiz. Aka bunisi nech pulga boryapti? 9 million. Trevasiga nech pul so'rashyapti aka? Ha? Revasiga 9 million. Aha. Ya, kiloga qo'yib berishga deyman. So'rashgan yo'qmi? Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin. Osh tog'a nech pul ekan bu qo'shqorimiz? 6,5 million. Savdo ko'rdimi? 62 so'rashdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Osh tog'amdan qo'shqorda zo'ridan, uzunidan limuzinga o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi? Qo'chqor aka bu? Qo'chqor. Qo'chqorda zo'ridan. Dumbaligidan, chiroyligidan xudo xolasa, shoxdoridan. Aka nech pul so'rashyapti buni? 12 deyapti sekin. 12 ozgina kami bor. Nech pul berishdi? 8 so'rashyapti. Ko'rayotganlar, uyda qo'chqori borlar. Qo'shqorimizga qarab, uyda savdolaringni ko'rib olaverasizlar, nech pulga boradi, nech pul basligini o'zlaring hisob kitob qilib olaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Akani videoga olamiz, trendga chiqib ketib qoladi-da. Akamiz taniganlar like bosaveramiz. Akamizdan sog'lom chiroyli qo'chqoridan. Shuna qo'ylab olib, foydani qilib, uyda mazza qilib, sovuq choylar ichib o'tirgan akalarimiz uchun. Aka nech pulga bordi bu? 11 ga, xudo xolasa. O'zingiz nech pulni aytdingiz? 15 kam bor. 15 ozgina kami bor. Dumbalarni ko'ryapsizlarmi? Savatni to'ldiradi yonidan. Xudo xolasa. Holatini ko'rib olaverasizlar aka. Bozoringiz bersin, zo'r. Trivasingga so'rashyaptimi kiloga? Yo'q, qo'za hali bu. Qo'za hali, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Endi tushdi. Telefon nomerini qolgizib bering aka yo'q. Qo'shqor so'raganlarga. Nechilik? 99lik 271 40 50. Aka, bozoringiz bersin, telefon nomerini qolgizib qo'ydik. Sog' bo'ling. Nech pulga bordi aka bu? 7,5. 7,5 million berishyapti ekan. Aka, jupiga nech pulga bordi bular? 19 million. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'ylar qotordamiz. Qo'shqonlari zo'ri, xudo xolasa. Qo'shqor baqib foyda topgan akalarimiz. Yazovonga kelib, cho'chimay mazza qilib sotsa bo'laveradi. Narxlarimiz yuqori, xudo xolasa. Qo'y go'shtlarini sotib qo'ygan. Nech pul savdo ketyapti aka? Nech pul berishga? 6 million 900 ming beryapti ekan. Akamizdan savdo ketyapti, ko'rayotgan bo'lsalaring. 6 million 900 ming. Hoş aka, nech pul beryapsiz? Yo'q, qarang, sizga bo'layotgan ishlar 53 million beryapti. 53 million. Novoslarda zo'ri. Ko'ringlarchi. 53 million beryapti ekan akamiz. 53 million jupiga. Akamiz savdo qilyapti. boshqasi kelib 54 million beraman, 55 million beraman, sen bermayman. Haqiqatan ham mol go'zal, xudo xolasa. Novoslarimiz daqulga tayyoridan. Hoji akamiz savdo qilyapti 53 millionga. Hoji aka nech pul beryapsiz? 13 million. Senga sotdim deyin, dunyoda barakasi. Novoshamizga akamiz 13 million pul beryapti ekan. Boshla, yarsi qilmaydi sizga. Bering hoji akamga. Million to'g'ram bo'lsa million. Aka, shu boladan boshqa bo'ladi. Misol 13 million desa aka 13 beryapti. Akam bo'lasiz, to'g'ri shunday. Ana bolani
Mashina ovozimizga 13 million savdo ketyapti. Allohning qudratini qarang. Boshqa bo'ldi. Gap sig'maydi. Beganaga 20 millionga sotardim senga deb. Alloh barakasini bersin. Bop beradi. Yo'q. Aka qiziganda bering. 13 aytdimi sizga to'ppa-to'g'ri gap bergandi bering bu. Hatta-sattasi ham kerakmas ketgandi bergandi bering bu. Lekin yer gumonlar bir so'z o'zalamay kelasiz. 5 million olmani vaqtida sizga olishda 2 kilo bekor berdim. Shunda men bu juda qadr qilgan. Aytyapman, mol uchun emas, siz ko'rib turib. Xudo xolasa molimiz baraka bo'ladi inshaalloh. Qadrdonlar, sotganga Allohim baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ash bergan pulni